Alhamdulillahi Rabbil alamin vassalatu vassalamu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va man vala. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga uzoq bir hadisda ruhni safarini, tanani tark etib qayerga ketishini batafsil hikoya qilib berganlar. Mu'min jon berayotganda osmondan farishtalar jannatdan olingan kafan va jannat hidlari bilan tushishadi. Ular o'sha odamni oldida o'tirishadi. Keyin o'lim farishtasi tushadi va mu'minga shunday deydi: "Xursand bo'l va Allohning senga bergan va'dasiga shod bo'l. Ey xotirjam ruh, Alloh tayyorlab qo'ygan ne'matlarga chiq." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, o'sha ruh idishdan oqib tushayotgan suv tomchisiday juda ham oson chiqadi. Silliq, hech qiyinchiliksiz. O'lim farishtasi o'sha ruhni olgani zahoti barcha hamma farishtalar sakrab turishadi. Har biri o'sha ruhni ushlab kafanga o'rash sharafiga ega bo'lishni xohlashadi. Keyin uni osmonga olib chiqishadi. Qaysi bir farishtalar guruhini yonidan o'tsa, ular chiroyli bir hid sezilib so'rashadi: "Bu qaysi ruh?" Farishtalar javob berishadi: "Bu falon kishining ruhi" va uni eng yaxshi ismlar bilan aytishadi. Eng past osmonni darvozasiga ruxsat so'rab kelishadi. Darvoza ochiladi. Ruh qaysi osmondan o'tsa, o'sha osmonni farishtalari uni kuzatib, Alloh subhanahu va taolagacha olib borishadi. Alloh unga jannat va'dasini beradi. Keyin Alloh aytadi: "Bu ruhni yerga qaytaringlar. Uni o'sha yerdan yaratdim, o'sha yerga qaytaraman va o'sha yerdan tiriltiraman." Shunaqa qilib ruh yerga Alloh bergan sharafi bilan tushadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kofir yoki gunohkor odamning ruhi haqida ham aytganlar. Farishtalar do'zax olovidan olingan kafan bilan tushadi. O'lim farishtasi unga shunaqa deydi: "Ey yomon ruh, Allohning g'azabi va azobiga chiq." O'sha ruh tanani ichida u yoq bu yoqqa qochib, har bir tomir va mushakka yopishib oladi. Chiqishini xohlamaydi. O'lim farishtasi uni tortib oladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Bu og'riq xuddi tikanli shoxni ho'l jun to'pidan sug'urib olishga o'xshaydi. Tomirlar va mushaklarni yirtib o'tadi." O'sha ruh chiqishi bilan hamma farishtalar sakrab turib, uni do'zax kafaniga o'rashadi va osmonga olib chiqishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, u ruhi juda ham yomon hidi bor. Chirib ketgan hid chiqaradi. Qaysi farishtalar guruhini yonidan o'tsa, ular bu ruhga la'nat qilib, "Bu qaysi ruh?" va uni eng yomon ismlar bilan chaqirishadi. Birinchi osmonni darvozasiga kelishadi. U darvoza ochilmaydi. Shunda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Bu ruhni eng past yerga tashlalaring." Va u ruh Allohning xorligida yerga tashlanadi. Endi ruh qabrda. Qabr. Usman ibn Affan radhiyallohu anhu qachonki qabrni ko'rsa, u yig'lab yuborardi. Undan so'rashdi: "Nimaga jannat va do'zaxni eslaganingda bunaqa ta'sirlanmaysan-u, lekin qabrni eslaganingda juda ko'p yig'laysan?" Usman ibn Affan radhiyallohu anhu aytgan: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman. Qabr oxiratning birinchi bosqichidir. Agar undan omon o'tsa, keyin kelganlari osonroq bo'ladi. Agar undan omon o'tolmasang, keyin kelganlari yanada og'irroq bo'ladi. Shuning uchun qabrni eslaganda yig'layman." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana aytganlar: "Men ko'rgan hamma dahshatli narsalardan qabr eng dahshatlisidir." Yaqin orada hammamiz o'sha yerga boramiz. Bu dunyoni barcha qulayliklarini tashab orqamizda qoldiramiz.
har bittamizni o'sha yerni tagidagi chuquriga ko'milamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qabr siqadi. Agar birorta odam bu siqishdan qutqarilgan bo'lganda, bu Sa'd ibn Muad bo'lardi. Lekin hatto Sa'd ibn Muad ham qabr tomonidan siqildi. Sa'd ibn Muad kim bo'lgan? Allohning arshi uni o'limi uchun titragan odam bo'lgan. Osmon darvozalari unga ochilgan odam bo'lgan. Sa'd ibn Muadni janozasiga 70 mingta farishta qatnashgan odam bo'lgan. Shunga qaramay uni qabr siqqan, lekin keyin qo'yib yuborgan. Sa'd ibn Muad ansorlarni sardori bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qarshi olishda peshqadam bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng yaxshi mezbonlik qilgan odam bo'lgan va hayotini oxirigacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoyat qilgan sahoba bo'lgan. Shunga qaramay ham u qabrda siqilgan. Qabrning fitnasi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qabrda yotgan odamni yoniga ikkita farishta tushadi. Munkar va Nakir. Ular unga baqirishadi. Uni hayratga solib, larzaga solishadi. Ularni muloqot uslubi yumshoq emas, juda qattiq va kuchli. Ular ruhdan darhol va to'g'ridan to'g'ri javob kutishadi. U odam mu'min bo'lsin yo mu'min bo'lmasin, ular o'sha tarzda kelishadi va 3 ta savol berishadi. Ma robbuk va ma dinuk va man nabiyyuk. Robbing kim? Dining nima? Payg'ambaring kim? Faqat 3 ta savol. Mana shu tayyorlanishimizga kerak bo'lgan imtihon. Biza yillar davomida imtihonlarga tayyorlanamiz. Lekin bu eng muhim imtihon uchun qancha vaqt ajratyapmiz? Savollarni bilamiz, javoblarni ham bilamiz. Robbing kim? Dining nima? Payg'ambaring kim? Mu'min aytadi, Robbim Alloh, dinim Islom, payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Shunda osmondan bir ovoz eshitiladi. Qad sadaqa abdi. Bandam to'g'ri gapirdi. Alloh o'zi javobni tasdiqlaydi. Shunaqa sababli Alloh Qur'onda aytadi. Yuzabbihullohu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya va fil axirah. Alloh iymon keltirganlarni bu dunyoda ham oxiratda ham mustahkam so'z bilan sobit qiladi. U mustahkam so'z nima? La ilaha illalloh. Alloh mu'minni shu kalima ustida sobit qiladi. Farishtalar kofirga ham payg'ambaring kim deb so'rashadi. U aytadiki, nima? Bilmayman. Odamlar bir narsa deyishuvdi, men ham o'shani qaytardim. Farishtalar uni boshiga bolta bilan shunaqa uradiki, u odam changga aylantirib ketadi. Bu odam faqat odamlardan eshitgan gapini takrorlaydi. Abu Jahl aytganini, gazetalarda o'qiganini, Abu Lahab aytganini yoki CNNda ko'rganini yoki BBCda eshitganini. Bu farishtalar izlayotgan javob emas. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirish mana shu qabrda so'raladigan narsa. Alloh birdir deyish yetarli emas. Allohning elchilariga Muhammad sallallohu alayhi vasallamga, Iso alayhissalomga, Musa alayhissalomga, Ibrohim alayhissalomga ham iymon keltirish kerak. Ular Allohning xabarini yerdagi odamlarga yetkazgan odamlar. Bu farishtalar sendan Muhammad sallallohu alayhi vasallam meni nabiyim deyishi kutyapti. Bu imtihon, qabrda bo'ladigan imtihon. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, bu mu'min o'tadigan so'nggi sinov.
So'nggi ibtilo. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Asma bint Abu Bakr radhiyallohu anha aytgan: bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidda xutba qilganlar. Qabr fitnasi haqida gapirishni boshladilar. Shunda masjidda qo'zg'olon boshlandi. Baland ovozlar. Bu ovoz nima edi? Sahobalar yig'layotgan edi. Asma radhiyallohu anha aytdiki, bani eshitolmadim. Ovozlar tinchigach, yonimdan o'tirgan odamdan so'radim. Barakallohu fik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirida nima dedilar? U aytdiki, menga vahiy keldi. Senlar qabrda Dajjol fitnasiga o'xshash fitna bilan sinovdan o'tasanlar. Shuni eshitib sahobalar yig'lashyotdi. Chunki ularning qalblari yumshoq bo'lgan. Bizachi, bizni ta'sirlamaymiz yoki juda qisqa muddatga ta'sirlanamiz. Bir xillada odamlar janozada qatnashib, odamlar qabr chuquriga solinganini ko'rishimiz ham mumkin. Lekin qabriston ichida hazillashib, kulib yuramiz. Bu qasvatul qalb, ya'ni qotib qolgan qalb, toshga o'xshagan qalb. Sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan faqat qabr haqida eshitishdi va Asma radhiyallohu anha xutbani ham eshita olmadi. Bizani bitta kasalligimiz bor. Bu kasallik yurak kasalligidan ham og'irroq. Agar yurak kasalimiz bo'lganida vaqt va kuch sarflab davolanardik. Lekin bu kasallikka e'tibor ham bermaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: bu ummat qabrda sinovdan o'tadi. Agar o'lganlaringni ko'mib qo'ymasligingdan qo'rqmaganim deydi, Allohdan yer ostida nima bo'layotganini sanlarga eshittirishni so'ragan bo'lardim. Ibn Taymiya aytadi: nafaqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni eshitgan, ba'zi odamlar qabr azobini eshitganlari, qabr azobini ko'rganlar haqida ham rivoyatlar bor. O'lik tanalar qabrdan chiqib, farishtalar tomonidan azoblanayotganini, qichqirayotganini va tanalarida jarohatlar bo'lgani haqida ham rivoyatlar bor. Ibn Taymiya aytadiki, uyqu payti ruh tanadan ayriladi. Lekin ba'zan tush shunchalik kuchli bo'ladiki, ruh ketgan bo'lsa ham harakat qila boshlaydi. Xuddi shunaqa qabr azobi ham shunchalik kuchli bo'lishi mumkinki, tan o'sha azobdan harakat qila boshlaydi. Mo'min to'g'ri javob bergandan keyin osmondan bitta ovoz keladi. Bandam to'g'ri aytdi. Qabrni jannatdan bezatib qo'ylaring, jannat libosini kiydirlaring va jannatga eshik ochlaring. Bu yer tagidagi qabr to'g'ridan to'g'ri jannatga ulanadi. Qabrda yotgan odam jannatdagi o'rnini ko'ra oladi. U yerga bora olmaydi, lekin ko'rishni boshlaydi. Keyin bitta juda chiroyli bitta odam qabrga kiradi. O'sha odam "Sen kimsan?" deb so'raydi. U javob beradi: "Men seni yaxshi amallaringman. Qiyomat kunigacha sen bilan birga bo'lish uchun keldim." Mu'min qabrda yolg'iz qolmaydi. Tabiinlardan bittasi o'zi shogirdidan so'ragan: 30 yil meni oldimda o'qiding, nima o'rganding? Shogirdi aytdi: men 8 ta narsani o'rgandim. Shulardan bittasi har birimizni sevgan odamlarimizni va sevgan narsalarimiz bor. Ularni ba'zisi dunyoda qoladi, ba'zisi uyda qoladi, ba'zisi qabrga qadar birga keladi. Lekin qabrni ichiga hech qaysi sevgan narsamizni bilan bora olmaymiz. Faqat o'zimizning amallarimiz qoladi xolos. Shu sababli yaxshi amallarimni o'zim uchun eng sevimli narsam qilib oldim. Men hamma narsamni tashlab ketaman. Mol dunyoyimni tashlab ketaman, mashinamni tashlab ketaman,
uy qasrlarimni tashlab ketaman, lekin mani yaxshi amallarim o'zim bilan ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, mo'minga bitta oyna ochiladi, jannatga qaraydigan oyna. Keyin yana bitta do'zaxga qaraydigan oyna ham ochiladi. Keyin unga aytiladi, agar iymon keltirmaganingda mana bu do'zaxning oynasi sening uchun bo'lardi. Lekin sen iymon keltirding, o'shaning uchun senga jannatda oynasi mukofoti. Shuni ko'rishi bilan u xursand bo'lib aytadi, ya Rob aqimis sa'a, o Alloh qiyomatni tezlatgin, oila va boyligim yoniga boray. Uni oilasi dunyodami? Yo'q, bu oilasi va boyligi uni jannatda. Buzuq odam va kofir so'roqdan o'tgandan keyin osmondan ovoz keladi. U yolg'onchi, qabrini do'zax olovidan bezatib qo'ylaring, do'zax libosini kiydirlaring va do'zaxga eshik ochilsin. Gunohkorning qabrida esa juda xunuk, badbo'y bir odam paydo bo'ladi. U sen kimsan deb so'raydi. U aytadiki, men seni yomon amallaringman. Qiyomat kunigacha sen bilan bo'laman. Keyin ikkita oyna ochiladi. Bittasi jannatga, bittasi do'zaxga. Unga aytiladi, agar iymon keltirganingda mana bu jannatda oynasi senga bo'lardi. Lekin senga do'zaxning oynasi. U odam nafaqat jismoniy azobda, balki pushaymonlik azobida ham bo'ladi. Shunda bu odam aytadi, yo Rob qiyomatni keltirmagin deb. Musulmon ham qabr azobini ko'rishi mumkinmi? Al-Qurtubiy aytganki, bilginki qabr azobi faqat kofirlarga yoki munofiqlarga emas, mu'minlarga ham bo'lishi mumkin. Ularni amallaridagi kamchilik sababli. Qabr azoblarining sabablari nima? Umumiy sababi amallardagi kamchiliklar. Lekin bir nechta aniq sabablar ham bor. Birinchisi o'g'irlik va aldash. Musulmonga tegishli narsani olish va aldash. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonida bitta xizmatkori bor edi. Ular jangda. Bu xizmatkor payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni egari ustida ish qilayotgan edi. Bir o'q tegib vafot etdi. Sahobalar unga tabriklaymiz, u jannatga ketdi deyishdi. Chunki jangda shahid bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, yo'q, Allohga qasamki, u Haybar jangida o'g'irlagan bitta material hozir qabrida uni o'rab, o'lib yonayapti. Faqat bitta material ruxsatsiz olingan. Subhanalloh. Millionlarni o'g'irlaydiganlarchi, musulmonlarni huquqlarini aldab yeganlarchi, ular uchun nima bo'ladi? Bularni hammasi vaqtincha dunyoni lazzati uchun. Alloh o'sha pulni xastalik va musibatlarga sarflashga majbur qiladi. Chunki u pul bebarakat. G'iybat va tahoratni e'tiborsiz qoldirish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki qabrni yonida o'tganlar va aytdilar, bu ikki kishi azoblanmoqda. Ular katta narsa uchun azoblanmayapti. Bittasi g'iybat qilardi. Ikkinchisi siydigidan to'g'ri tahorat qilmasdi va qabrda mana shu uchun azoblanmoqda. Uchinchisi Qur'onni tark etish, to'rtinchisi zino, beshinchisi ribo va oltinchisi yolg'onchilik. Samura ibn Jundub radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'pincha sahobalardan so'rardilar, kimdir ham tush ko'rdimi deb. Bir kuni
ertalab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Kecha kechqurun ikkita odam yonimga kelib, tur, yur deb olib ketishdi. Men ular bilan ketdim. Bizi bitta yon boshlab yotgan odamning oldiga keldik. Va uni boshini tepasida yana bitta odam katta toshni ko'tarib turuvdi. U yotgan odamni tosh bilan boshiga uradi. Keyin haligi yotgan odamning boshi majaqlanib ketadi. Haligi tosh yumalab ketadi. Odam toshni olib kelgunicha yotgan odamning boshi yana to'g'illanib qoladi. Keyin yana boshini tosh bilan majaqlaydi. Shunaqa qilib shu hodisa qaytarilaveradi. Keyin men aytdim, subhanalloh, bu kimlar? Keyin u odamlar menga yurvur deyishdi. Keyin yana yonboshlab yotgan odamning oldiga keldik. Uni tepasida yana bitta odam turibdi. U odamning qo'lida temir ilmoq bor. Hali odam temir ilmoq bilan yotgan odamning og'zini bitta tomonini bo'ynigacha yirtib tashlayapti. Boshqa tomoniga o'tishi bilan u tomoni avvalgi holiga qaytyapti. Va bu jarayon yana boshlanyapti. Men ularga subhanalloh, bu kimlar deb so'radim. Ular menga yurvur deyishdi. Keyin biza tandirga o'xshagan joyga keldik. Uni tepasi kichkina edi, keyin pasti katta edi. Keyin uni tagida olov yonyotdi. Uni ichida yalang'och erkaklar va xotinlar bor edi. Qachonki olov ko'tarilib ko'p bo'lib ketganda, ular baqirib tepaga chiqib ketaverardi. Men ulardan so'radim, bu kimlar? Keyin ular menga yurvur deyishdi. Keyin biza bitta qon daryosiga keldik. Uni ichida bitta odam suzyotdi. Keyin yana daryoni bo'yida bitta odam turibdi. Qachonki hali daryodagi odam suzib daryodan chiqaman deyishi bilan daryoni bo'yidagi odam suzayotgan odamga katta tosh otardi. Keyin hali tosh og'ziga kirib, suzayotgan odam yana orqaga ketib qolardi. Keyin shu ahvol qaytarilaverardi. Keyin men so'radim, bular kimlar deb. Ular menga yurvur deyishdi. Keyin biza bitta odamning yoniga keldik. U juda ham xunuk, yomon ko'ringan odam edi. Keyin u bitta olovni yoqyotdi. Olovni yoqib yugurib yuribdi. Keyin men so'radim, bu kim deb. Keyin ular yurvur deyishdi. Keyin biza bitta ko'k bog'ga keldik. U bog'da juda ham katta daraxt bor edi. Daraxt tagida bitta qari odam o'tiribdi. Uni oldida ko'p bolalar. Men so'radim, bu kim deb. Ular yurvur deyishdi. Keyin biza juda katta daraxt oldiga keldik. U daraxt juda ham chiroyli daraxt edi. Men hech qanaqa undan chiroyli daraxt ko'rmaganman. Ular menga tepasiga chiq deyishdi. O'shanda men tepasiga chiqdim. Eng oxirgi borganimda men oltin va kumush bilan qurilgan shaharga kirdik. Keyin uni darvozasiga keldik. Darvozasini ochilishini so'radik. U darvozasi ochildi. Keyin biza kirganimizda u yoqda bir xil odamlar bilan uchrashdik. Ularni yarim badani chiroyli edi, keyin yarim badani juda ham xunuk edi. Meni oldimdagilar ularga aytishdi, bor, ana daryoga o'zingni tashagin deb. U daryo sutdek oq daryo edi. Ular daryoga tushdi, keyin chiqishi bilan hamma xunukligi yo'qolib ketdi va juda ham chiroyli bo'lib qoldi. Keyin yonimdagi meni o'rtoqlarim aytishdi, bu Eden bog'i, ana u sani joying. Keyin men tepaga qaradim. Tepada bulutlarga o'xshagan katta oq qasrni ko'rdim. Keyin men ularga aytdim, Alloh sizlarga baraka bersin, men u yoqqa boray dedim. Keyin ular hozir emas, lekin sen u yoqqa borasan deyishdi. Keyin men ularga aytdim, menga bugun juda ham ko'p narsalarni ko'rsatding.
ularni menga nimaligini aytib berlaring dedim. Boshini tosh bilan majag'layotgan odam u Qur'onni o'qigan, lekin Qur'onga kunduzi amal qilmagan, kechqurun ham o'qimagan. Keyin u farz namozlarini o'qimay uxlab yotgan odam. Og'ziga temir ilmoq bo'lgan odam yolg'on gap gapirgan. Keyin u yolg'on gapi butun dunyoga tarqalgan. Mana shu uni qiyomatgacha jazosi. Hozir o'ylaymiz, qanaqa qilib bitta yolg'on gap butun dunyoga tarqalishi mumkin? Hozirgi texnologiyaga qarasa, uni qilish juda ham oson. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, yolg'onchilik yomonlikka olib keladi. Yomonlik do'zaxga olib kiradi. Odam yolg'on gapiraveradi, keyin Alloh uni yolg'onchi deb yozib qo'yadi. Haligi tandirdagi yalang'och erkak va xotinlar zino bilan shug'ullangan. Qon daryodagi suzayotgan odam ribo bilan pul olgan odam. Haligi olov bilan yugurib yurgan odam Malik, u do'zaxni qo'riqchisi. Daraxtni oldida o'tirgan qari odam u Ibrohim alayhissalom, uni oldidagi bolalar gunohi yozilmasdan o'lgan bolalar. Bitta badani xunuk va bitta badani chiroyli bo'lgan odamlar, ular yaxshi amallar bilan yomon amallarni qo'shib yurgan odamlar. Lekin Alloh ularni gunohlarini kechirgan. Keyin ular aytdi, "Men Jibrilman va bu Mikail." Keyingisi qarz. Sahobalardan bittasi vafot etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni akasiga aytdilar, "Borib akangni qarzini to'lavor. Chunki akang qarz sababli jannatga kirishdan to'xtatib turibdi." Keyingisi haddan oshiq yig'lash. Agar sen vafot etganingda oila urug'ing haddan oshiq yig'lasa, bu senga og'riq berishi mumkin. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu yaralanib jon berayotganida Suhayb kelib, uni ko'rib yig'lashni boshlagan. Umar aytadi, "O'lgan odam oilasini haddan oshiq yig'lashi sababli azob chekadi" deb. Ko'z yosh to'kish va yig'lash bu to'g'ri. Lekin oshirib yubormasligimiz kerak. Alloh bizani sabr qilishga buyurgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqinlari vafot etganda ko'zlari yoshlana boshlardi. Lekin haddan oshiq yig'lashga yo'l qo'ymasdilar. Qabr azobidan nima himoya qiladi? Birinchisi yaxshi amallar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, o'lgan odam dafn qilingandan keyin qabriston xalqi qaytayotgan paytida u odamlarni qadam tovushlarini eshitadi. Keyin uni yaxshi amallari uni o'rab oladi. Namoz boshini yoniga o'tiradi. Ro'za o'ng tomoniga, zakot chap tomoniga, boshqa amallar esa oyoq tomoniga keladi. Boshdan hujum bo'lsa namoz etadi. Bu tomonga o'ta olmaysan. O'ng tomondan hujum bo'lsa ro'za etadi. Bu tomonga o'ta olmaysan. Zakot chap tomondan, boshqa amallar oyoq tomondan himoya qiladi. Shunaqa qilib, ular uni har tomondan qalqonga olib turadi. Ikkinchisi qabr azobidan Allohdan panoh so'rash. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, tashahhuddan keyin 4 ta narsadan Allohga panoh so'ra. Do'zax azobidan, qabr azobidan, hayot va o'lim fitnasidan va dajjol fitnasidan. Bu namozda tashahhuddan keyin salomdan oldin o'qish sunnat bo'lgan duo. Allohumma inni a'udhu bika min azabil qabr va min azabil nar va a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat va fitnatil masihid dajjal. Qabr azobidan saqlanuvchilar. Birinchi bo'lib ular shuhadalar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, shahidning 6 xususiyati bor.
Birinchisi, tanasidan chiqqan birinchi qon tomchisi bilan gunohlari kechiriladi. Jannatdagi o'rni ko'rsatiladi. Qabr azobidan saqlanadi. Eng dahshatli kunni qo'rquvdan saqlanadi. Boshiga xotirjamlik toji keltiriladi. Undagi bitta zumrad dunyoni hamma narsasidan qimmatroq bo'ladi. 72 ta hurul ayn bilan nikohlanadi. 70 ta yaqini uchun shafaat berish huquqiga ega bo'ladi. Keyin sahobalardan bittasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan so'raydi: "O Rasululloh, mu'minlar qabr sinovidan o'tadi, shahid esa o'tmaydimi? Nimaga?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Jang paytida boshining ustida qilichlarni yaltirab turishi o'zi uning uchun yetarli fitnadir. Har daqiqada o'limni ko'rish unga yetarli sinovdir. Shu sababli Alloh unga rahmat va xotirjamlik beradi." Ikkinchisi al-murobit, chegaradagi qo'riqchi. Al-murobit uyidan uzoqda chegara postida turgan musulmonlarni qo'riqlab jang buyrug'ini kutayotgan askar. Rabat bog'lash degan ma'nosi. Murobit o'sha postga bog'langan, u ketolmaydi. Kecha-yu kunduz qo'riqlash juda og'ir ish. Shu sababli Alloh unga alohida mukofot beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Har bir odamni amali vafot bilan to'xtaydi. Faqat murobit bundan mustasno. Alloh uni amalini qiyomat kunigacha o'stirib boradi va u qabr azobidan saqlanadi." Keyingisi suratul mulkni yodlab olish va har doim o'qish. Alloh subhanahu va taolo bizani, oilalarimizni va barcha musulmonlarni qabr azobidan asrasin. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.